Siz gapingizni olib 25,5 bersa qilib beraman. Undan kami baraka. Bo'ldi. Aka. 25,5 ga mana gapingizni oldim. Otamni gapini olaman degani uchun men ham qo'rqmay dangal gapiraverdim. Oshto'g'a. Bo'ldi. Men ham aytdim, yo'lkasini ham qo'shib bergin deyman. Ha, yo'q, yo'l kira pul kira kerak emas. Aka, zakilar tap chiqing, bo'ldi. Akamdan 5,5 million so'm pul oldim. Akam Instagramda ko'ryapsiz aka? Instagramda. Stars baraka qilasiz. Bu qanaqa qilib nima qilyapti-kin deb. Savdoni ham qattiq qilar ekan akam Omar. Omar Yalni aka. Nimagaki? Men sizni Instagramda ko'rib, ishlaringizni ko'rib, Asakada, Eydan, Beydan hammasini ko'rib, keyin telefon qilgan joy aytaman. Hozir biz Andijon viloyati Izboskan tumani Paytaga, Yangi qishloq. Yangi qishloqdamiz. Xonadonga telefon qilamiz. Xonadonimizni mana ko'rib turibsizlar. Uzunligi ko'chamiz 27,5 metr atrofida. Choksiz silif butun bo'ladi. Uzunligi 29 metr. Bu yerga ham polni butun silifimizdan qo'yamiz, choksiz silifimizdan. Mokriy asfalt rangda bo'ladi. Tagidan qoshlarimizni qo'yamiz. Qoshimizni tagida 90 gradus kaseta karnizda lolalari bilan birgalikda bo'ladi. Darvozaxonamizga esa chekalarini hovuz qilamiz. Pianinali hovuz, oddiy hovuz emas, pianinalari bilan aylantiramiz. O'rtasiga lentalari tilladan bo'ladi, yulduzchalari tilladan bo'lib, mana bu o'rtaga bir dona chiroyli kosmosimizdan qo'yamiz. 1.30lik, 1.50 atrofidagi kosmosimizdan xudo xolisa o'rnatib, aka montaj bo'lib